3 kun davomida Oliy Majlis Senatida Xalq deputatlari kengashlari raislari hamda tuman shahar hokimlari uchun o'quv seminarlari bo'lib o'tmoqda. Tuman hokimlarini qidiryapmiz. Bugun qaysi tumanda qanday muammo bor? Hozir biz tuman shahar hokimlariga aynan mana shu savolni berib chiqamiz. O'zbekiston tumanida qanday muammolar bor? Bugungi kunda O'zbekiston tumanida barcha muammolar yechilyapti tizimli ravishda. Kengash bilan hamkorlik qay darajada bugun aynan sizning tumaningizda? Kengashdagi deputatlar bilan birgalikda ish tashkil qilamiz. Deputatlar fikri, ular shu aholi bilan uchrashuvda ko'targan muammolari, har qanday ijtimoiy masalalarni ko'targan muammolarni tizimli ravishda shu birgalikda kelishgan holda yechamiz. O'quv seminarida xalq deputatlari, tuman shahar kengashlari raislarini maqomi, kengash raislarini olib borish ish tartibi, ular bilan bog'liq bir qancha masalalarni gaplashib o'tyapmiz. Kelgusida biz o'z ish faoliyatimizni qanday tashkil etamiz, qanday olib boramiz, sessiyalarni chaqirish tartibi, undagi kun tartiblarini belgilashi, tuman shahar hokimlari bilan qanday tartibda ish olib boramiz, kengash raisining vakolatlari, tuman hokimlarining vakolatlari kelgusida qanday bo'lishligi haqida keraklicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Aholini hamda qishloq xo'jalik yerlarini ro'yxatga olishda tizim ishlab ketyapti. Kechqurun endi tumandan bu yoqqa yo'lga chiqqanmiz. 65% bo'ldik. Xudo xolasa 30.894 ta xonadoni belgilangan. Shuni hozir 65%ni mahalla yettilik xodimlari bilan aholiga to'g'ri tushuntirgan holatda shu ishlarni amalga oshiryapmiz.